Sochingiz to'kilyaptimi? Sababini bilmasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Shakar, ko'p shirinlik gormonlar buzilishiga olib keladi va sochingizni zaiflashtiradi. Fast food, zararli yog'lar qon aylanishini yomonlashtiradi va sochingiz o'sishini sekinlashtiradi. Gazli ichimliklar organizmni bo'sh kaloriyaga to'ldiradi va vitaminlar kamayishiga olib keladi. Spirtli ichimliklar sochning suvsizlanishiga olib keladi va B vitamini kamayib, soch sinuvchan bo'lib qoladi. Juda ham sho'r mahsulotlar qon aylanishi buzilishiga olib keladi va bosh terisi oziqlanmaydi. Oqartirilgan un mahsulotlari tez hazm bo'ladi, insulinni oshiradi va soch to'kilishini kuchaytiradi. Konserva va kolbasa mahsulotlari va kimyoviy qo'shimchalar soch ildiziga zarar beradi. Agar sochingizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, ovqatlanishingizga e'tibor bering. Asosan siz qaysi mahsulotlarni ko'p iste'mol qilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.